Selam dostlar, bilan Metro Minecraft. Bugun sizlarga Puzzle Launcher o'yinini qanday qilib tortishni o'rgataman. Birinchi Play Marketga kirib olamiz. Keyin bunga kirib qidiruvga kiramizda. Keyin mana ko'zoynakni bosamiz. Keyin bu yerga pocha deb yozamiz. Agar chiqmasa pocha R deb yozamiz. Puzzle Launcher. Menga kiramizda kirib deb aytamiz. Keyin yana bir Puzzle Launcher deb yana aytamiz. Agar o'xshamasa, sizlarga bitta YouTuberni tavsiya qilaman. Ismi nima edi? Radolar bilan ko'pchiliklar shu o'yinning ikkinchi qismini o'ynay deb so'radilar va bugun biz buni o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni chap tomonga ketmaymiz, misol o'yin tomonga ketamiz, mashinamiz benzini tugab qolmaydi degan umiddamiz. Bugun men yolg'iz emasman. Bugun men bilan Joni, Ixlosbek va Murod. Bola so'rashib qo'yamiz. Hammaga salom alaykum. Orqa fonda Baxti ekan bor, o'tga so'raysiz. Orqa fonda salom alaykum. Issiqda oyog'im yonyapti, bile. Kevaro. Yo'q, oyog'im yonyapti menga. Master. Master'ni Medus'midi? Medus boshqa mana Medus. Ama 2 yildan beri bitta video chiqolmayapti. Hacker. YouTube'dan ketgan YouTube ishlarini shug'ullamayapti. Mana menga eng zo'r gapini yozib qoldirgan. Aka, sizga rivoj deb kommentariy yozgan mana shu odam. Chilarda bo'lishi mumkin. Ommani suv Ahmeni opani kanali. Kirib obuna qo'ysanglar bo'ladi. Jinnida opacham shunaqa narsalar chiqaradi. Kallasi yo'q. Men qidirayotgan kanal Qubetda Master bo'ldi. Master deb yozdik.
Mana shuni aytuvdim men, to'xtaydi. To'xtagin, mana ko'ray. Master abone bo'ldik. Bugungi videoda men Minecraftning ikkita eng eski versiyalarini o'ynab ko'raman. What the dog doing? Voy, men kiruvchi qaranglar akalar. Nechta miro osib tashalgan? Voy, wow, qaranglar. Voy, bu oxiri yo'q buni. Yex. Minecraftda har bir o'yinchida shunday do'st bo'lganda, o'yin qanday bo'lardi? Bu do'st sizga har doim toshlar yoki daraxtlarni yig'ishda yordam beradi va doim oldingizda bo'ladi. Hammaga yoqadi menimcha, chunki tekin ishchi-ku. Lekin oradan ancha vaqt o'tgandan so'ng robot o'zgarib qoladi. Kulib turib, shiringina bolacha bo'lib yurgan robot endi negadir xafa. U negadir odam go'shtini yeb ko'rmoqchi. U endi do'st bo'lishni xohlamaydi, balki Mana VVIT University. Absolute discipline, absolute education. u har to'lin oy chiqqanda kelardi va sizdan o'zi xohlagan narsani so'raydi. Agarda bermasangiz, u dushmanga aylanib barchangizni yo'q qilishga harakat qiladi. Hammani yo'q qilishga harakat qiladi, menga po'xoy. Men ismim Janob Klon. Men yillar davomida faqatgina yaxshilik qildim. Bolalarga sovg'alar ulashdim, ammo o'sha la'nati bolakay meni o'z qizimni onasidan yodgorlik bo'lib qolgan. Bugun men mana shunday katta areyada juda ham ko'plab bo'lgan bosslarga qarshi kurashishga harakat qilaman. Har bir bossning o'ziga yarasha xususiyatlari bo'ladi. Masalan, bu boss o'ziga yordamchilarni chaqirib bizga qarshi quyosh nurlaridan foydalanishi mumkin. Bu boss esa Minecraftdagi eng kuchli boss hisoblanadi. U muz qiroli va bugungi videoda men mana shu bosslarga qarshi kurasha olamanmi yoki yo'q? Albatta buni video davomida bilib olasiz. Minecraftning nostalgiya ko'rinishidagi eng yaxshi horror modlaridan biri Corrupted Worlds Jar. Bu modda biz insonning oyog'i yetmaydigan joylarga borib qolamiz va u yerlarda bizni qandaydir qo'rqinchli holatlar va qo'rqinchli monsterlar kutib. Minecraftning nostalgiya ko'rinishidagi eng yaxshi horror Minecraftning nostalgiya ko'rinishidagi eng yaxshi horror modlaridan biri Corrupted Master. Yok bile. Ya belet. O bu neşler hep. Yok korkuyorum. Ya belet. Mana shu o'yinga ham chichey. 9 minutdan beri qidirib yotibman. Bugungi videoda men TikTok, YouTube life hacklarini tekshirib ko'raman. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, kanalga
Obunachilar 4 nachala. bilan maza qilamiz. Короче, bolalar, bugun bitta survival map ochaman. Bugun hech qanaqa server ochmayman va what the fuck, namchi kichkina ketdi. Let's go, lekin mazza. Tak, obunachilar, umuman hozir men bitta map mir ochaman va shu mirni bitta survival qilamizda, Vijibaniyada cho'tki qilib ko'taramiz. Salom, manbar, da, let's go. Qanday bolalar? Let's go, tinchmisizlar? Stream boshladik biz. Xo, давайте bolalar, like'larni bosib tursizlar, tashlaymiz. Все, menimcha, hozir endi nemis paket yoqib qo'yamiz. Bilet. И все. Kodiga tek forsada mana shuni. Odam zerikdi. Shuncha stream qilib kelib qoldi. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Sal unaqa qilganman. Shunaqaganman. Bilet. Yo'q, voyman. Mana. 2 yil qidirdim mana shuni. Xo'sh. Yaxshi youtuber ekan, ajoyib videolar chiqarar ekan. Bizga foydali video bormi? Oppa, Minecraft kompyuter versiyasini telefonda o'ynash? Oppa, bemalol o'ynashimiz mumkin. Nahotki endi biz ham kompyuter versiyalarini telefonda o'ynasak-a? Bir harakat qilib ko'rmaymanmi mana? Xo'sh, qani biz ham o'ynab ko'raylikchi. Mana Poja Launcherni yuklab oldim. Endi aytgan narsalarni hammasini qilib chiqaman. Oh, xudoga shukr, va nihoyat 1 soatli narsadan keyin mana o'rgandim. Lekin video juda ham tushunarli chiqqan ekan. Xo'sh, okey beramiz, uncha tushunmadim. Endi menimcha ozgina kutsak kerak. 2000 years later. Qachon kiradi bu? 1 soatdan beri poyla o'tiraman. Namuncha ezvordi bu kirishi. A few moments later. Voy, va nihoyat kirdi-ya. Endi chiqib ketamanmi deb turuvdim-a. Xo'sh. Ana endi biz ham o'ynab ko'raylikchi. Aytganlaridek bo'larmikan? Qani, birinchi mirni ochib olaylikchi, ko'ramiz. Hatto yurib ham bo'lmayapti-ku, necha FPS ko'rsatyapti? 0 FPS. O'ynamagan yaxshi, undan ko'ra spinmatni o'chib tashlayman. Kerak emas menga vaqt. Hammaga salom bolalar. Men sizlar bilan bugun master va bugun biz Poja Launcherda qanaqa qilib kuchsiz telefonlarda qotmasdan o'ynashni o'rgataman. Ketdi. Birinchi bo'lib har doimgidek Poja Launcherga kirib olganinglardan keyin mana bu tugmani bosasizlar. Birinchi qiladigan narsamiz nastroykalarni to'g'rilaymiz. Mana bu yerdan vizualizator Wrestler Holy GL4AS ga o'rnatib qo'yishinglar kerak. Sababi undan pastlar Shuncha 2 soat qidiribman. Mana shu videolarni onasini emsin. Bilet. Ko'rdi-ku bilet. Shuni qilyapti. Hello bunachilar, qalaysizlar, tuzumsizlar? Master Короче, Master Minecraft kanali tushib kelibsizlar. Bugun sizlarga noodatiy kontent tayyorlab qo'yganman. O'zim ko'ramiz, hamma ketdi. Kompot qishlog'iga kelib qoldik, ko'rishinglar mumkin. Xuddi kompot qishlog'i bilan birga o'xshatilgan savat deshaman. Men aniq kompot qishlog'iga kelib qolganimni bilib turibman. Hozir jitillardan so'rab ko'ramiz. Bu aniq kompot qishlog'imi o'zi. Xo'sh, men bitta 4-5 jitillar turgan ekan, savol javob qilamiz. O'z jitil bu yoqqa. Sendan savol javob qilmoqchiman. Bu kompot qishlog'imi yoki umuman boshqa qishlog'imi? Gapir tez. Ya, men ne gaplashay? Sendan ko'ra boshqalar ham bor-ku. Voy. Yutali. Mashina oxiri. Ko'rmadimmi men? Mana Bosamiz va yuklab olishini kutib turamiz. Wow, yangi youtubermi? Kompyuterda o'ynar ekanmi? Yo, kompyuterda shunaqangi video chiqarsa-ya.
Mana ham kompyuterda o'ynagim kelardi. Balki harakat qilib ko'rarman, a? Mana mana shunaqa videolar chiqarsam, YouTube balki ko'tarilib ketarman. Qani bo'lmasa mana harakat qilib ko'raychi. Voy. Mayli endi harakat qilib ko'raylikchi, oddiy mirolchi, biz ham imperiya quramiz. Voy. Bu knopkalar odam bezordi-ku. Qachon men ham kompyuterda o'ynar ekanman, qachon bunday bir yaxshi bir grafikalarda o'ynar ekanman. Odam qiynalib ketdi, bunaqa versiyada o'ynayverib. Hey, yo, master, men sizlarga bugun ajoyib kontent tayyorlab qo'yganman. Qanaqa qilib kompyuter Java versiyasini telefonda o'ynashni o'rgataman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Unda biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz. Albatta hamma telefonida Play Market bo'lsa kerak va Play Marketga kirganimizdan so'ng poiskga biz qidirgan ilova, ya'niki Poja Launcher deb yozamiz. Xo'sh, Poja Launcher deb yozsak bizga mana shunday ilova kelib chiqishi kerak. Va biz bu ilovani sharttagina yuklab olish tugmasini bosamiz va yuklab olishini kutib turamiz. O'zbekiston interneti namuncha sekin yuklaydi. Tez yuklasangcha videoni buzib qo'yasan. Hozir tez yukla. Poja Yozmashda turibdi, obunachlar. Men hozir kelaman. Hozir 2 minutda kelaman. Arkadaşlar kelyapman men o'sherdaman. Xonasdan ruchka olaman. Xonasdan yana aytib qo'ymanglar. Aytib qo'ymanglar-a. Mana bo'ldi. Bo'ldi, mamma mashinasi. launcherni yuklab mana shunday ilova kelib chiqishi Sen katta p. Katta p. Katta p. A. I. V. V. La. D. A. Un. Cher. Menimcha qanday tortishlarga ma'qul bo'lgan bo'lmasa, mana ko'r qanday kerak. Va biz bu ilovani sharttagina yuklab olish tugmasini bosamiz va yuklab olishini kutib turamiz. O'zbekiston interneti namuncha sekin yuklaydi. Tez yuklasangcha videoni buzib qo'yasan. Hozir tez yukla. Poja launcherni yuklab yordam beraman. Hammaga xayr.